Assalomu alaykum. Muajiratga barliq Uyg'ur qarindoshlarimiz vaqtinlar xayrli bo'lsin. Men yordam chaqiriqlish uchun bu videoni ishlab turibdiman. İsmim Muyassar, Germaniyadan bu videoni ishlayapman. Apam Germaniyaga kelib multijalik iltimos qilgan, tehlikada o'tib ketgan. Advokatlar apamning ishlarini bajarayotgandik. Apamning ismi Rizvan Gulbekli, bu pasporti. O'tgan hafta 29-yil apam bir sud ichilmoqchi edi, sud. Ama lekin tuyuqsuz yashiq qolganda ishbitol olib ketib qoldi. Shuni o'la sababini bilmadik, ama ishbitol bo'lgan xabarini olgandan keyin aytdi. Qatqazdan materiallaring bor, dushanba kuni kelib aytgan deb uchur keldi. Shuni o'la apam dushanba kuni, ya'ni tunugun deganda qatqazdan ketgan biti. Hozirgacha xabarini olmadim. Sağcılara telefon kılsam, ettiğin sağcılar hep ekipti yataktan camdallarını zörep. Tepaşta dedi. Şunu olan, ben bütün iznimi geldim lakamı